Toshkent shahri imomlaridan biri hikoya qiladi. Har doimgidek peshin namozini o'z vaqtida o'qib bo'lgach, janoza namozini o'qishga tayyorgarlik ko'rildi. Mayit menga yaqin insonlardan birining farzandi bo'lgani bois uni ko'mish marosimida ham qatnashdim. Mayitni qabr tepasiga olib kelishdi. Shu payt Go'rkov meni bir chetga chaqirib qoldi. "Kechirasiz, men hozir sizga bir narsa aytaman, faqat buni mayitning otasi eshitmasin." U shunday dedi-yu, meni pastga lahat ichiga tushishimni taklif qildi. O'lik qo'yiladigan xalxonaga tushdim. U yerda ikkita katta ilon o'rmalab yurardi. Shunda gap nima haqda ketayotganini angladim-u, yuqoriga chiqdim. O'likning otasini bir chetga chaqirib, o'g'lini qabrga o'zim qo'yishga ruxsat oldim. Bolasining vafotidan hali o'ziga kelmagan ota rozi bo'ldi, lekin hali nima voqea ro'y berganini bilmasdi. Qabr ichiga tushdim va ilonlarga qarata shunday dedim: "Bilaman, sizlar Alloh taoloning amri bilan kelgansiz. Bilaman, sizlar hozir mayitni azoblaysizlar. Bilaman, bunga hech kim hech qachon to'sqinlik qila olmaydi. Va yana shuni bilamanki, sizlar Alloh nomini o'rtaga qo'yib so'raydigan narsaga qarshilik qilmaysizlar. Iltimos," dedim ilonlarga qarata. "Men hozir mayitni qabrga qo'ymoqchiman. Uni yerga qo'yganimdan keyin nima qilsangizlar o'zlaringiz bilasiz. Lekin iltimos, qo'yib olgunimcha bu yerni bo'shatib tursangizlar." Shu payt qiziq hodisa ro'y berdi. Ilonlar mening ko'zim ilg'amagan, oyog'im yonida turgan bir teshikka kira boshlashdi. Oyog'imni biroz bu yoqroqqa tortmoqchi edim, kutilmaganda teshikka butunlay kirishga ulgurmagan ikkinchi ilonning dumi oyoq kiyimimga tegib ketdi. Dahshat, garchi ozgina silab qo'ygan bo'lsa hamki, bu ilonning dumi butun badanimga og'riq sochib yubordi. Biroz turib qoldim, chunki oyog'im birdaniga muzlab qolgandi. Joyidan ko'tarilmasdi. Subhanalloh, azob beruvchi mahluqotlarning silab o'tib ketgani shu bo'lsa, birozdan so'ng qabrga qo'yiladigan yigitning ahvoli nima bo'ladi? Hayolimga kelgan fikrdan seskanib ketdim. Oyog'imni bir amallab ko'tarib tashqariga chiqdim. O'likning oldiga keldim va ko'zimning yoshini otadan oyog'im og'riyotganini to'planganlardan berkitishga urindim. Eng dahshatli tomoni, hozirgina bu dunyoga tegishli bo'lmagan azobni tortganim uchun qabr ichiga tushkim yo'q edi. Ammo mayitning otasiga va'da qilib qo'yganim bois noiloj o'likni yerga qo'yib chiqdim. Chiqayotganimda yurak betlab qabr ichiga bir qaradim. Ilon shaklida kelgan azob farishtalari o'z joylariga chiqishga ulgurishgandi. 35 yoshli yigitni ko'mdik. Keyin uning tanishlaridan bir amallab surishtirdimki, ma'lum bo'lishicha, yigit tirikligida odamlarni aldab, pullarni talon-taroj qilishni kasb qilib olgan ekan.